Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugungi darsimiz 8-sinf odam anatomiyasidan sekretsiya bezlari. Sekretsiya bezlari o'z navbatida avvalo bo'lib olamiz. Sekretsiya bezlari 3 qismga bo'linadi. Ichki, aralash hamda tashqiga bo'linadi. Xo'p, ichki deb nimaga aytiladi? Agar bezdan ishlab chiqarilgan gormon suyuqlik to'g'ridan to'g'ri qon tomiriga, ya'ni qonga quyilsa, bu ichki sekretsiya bezi. Agar bezdan ishlab chiqarilgan suyuqlikning biri qon tomiriga, ikkinchisi tashqi muhitga quyilsa, bu aralash bez hisoblanadi. Agar bezdan ishlab chiqarilgan suyuqlik organizmning ichki muhitiga e'tibor beramiz, qoniga emas, ichki muhitiga yoki tashqi muhitiga quyilsa ham bu tashqi sekretsiya bezi hisoblanadi. Xo'p, mana bu agar suyuqlik qon tomiriga quyilsa, gormon agar tashqi muhitga quyilsa ferment deyiladi. Xo'p, endi ichki sekretsiya bezlariga kiradi. Ichki sekretsiya bezlari birinchisi qalqonsimon bez. Qalqonsimon bez bo'yin sohasining bo'yin umurtqasida joylashgan. Uning og'irligi 10 yoshli odamlarda 5-10 grammni, katta yoshlarda 25-30 grammni tashkil etadi. Xo'p, u bezdan ishlab chiqariladigan gormon tiroksin gormoni deyiladi. Tiroksin gormonining vazifasi moddalar almashinuvini bajaradi. Xo'p, agar u katta yoshli odamlarda tiroksin gormoni yetishmasa, ya'ni kamayib ketsa, kreatinizm kasalligi yuzaga keladi. Ya'ni unda bolalar juda holsiz hamda energiya chiqara olmaydi, juda ham holsiz bo'lib qoladi. Katta yoshli odamlarda tiroksin gormoni yetishmasa, miksidermiya kasalligi yuzaga keladi. Ya'ni yuzlarining osilishi, holsiz hamda dankasi bo'lib qoladi. Agar mana buni 60-65% yod moddasi tashkil etadi. Ya'ni tashqi muhitdan yod yetishmasa, odamga yod yetishmasa, qalqonsimon bez faoliyati buziladi hamda qalqonsimon bez faoliyati buzilishi natijasida endemik bo'qoq kasalligi yuzaga keladi. Ya'ni bu yerda odamning bo'yin qismi juda ham ishib ketadi. Ya'ni hattoki choynak kabi ishib ketadi. Uni davolash uchun jarrohlik operatsiyasi yo'li bilan olib tashlanadi. Keyingisi, agar tiroksin gormoni oshib ketsa, odamlarda bazidor kasalligi yuzaga keladi. Bazidor kasalligi, ya'ni ko'zlarning chaqchayishi hamda juda ham energiyaga boy bo'ladi. Bazidor kasalligi yuzaga keladi. Keyingisi gipofiz bezi. Gipofiz bezi bosh miyaning chakka sohasida og'irligi 0,5-0,6 gramm keladi. Undan ajralib chiqadigan mana bosh miyaning chakka sohasida turk egarchasida og'irligi 0,5-0,6 gramm keladi. Uni 3 bo'lakka bo'ladigan bo'lsak, boshi, tanasi hamda dum qismiga bo'linadi. Boshidan ishlab chiqariladigan gormonlar. Somatotrof, adenokartikotrop, gonadotrop, teotrop, laktotrop, lyutelovchi gormon. O'rta qismidan intermedin gormoni, dum qismidan esa oksitosin hamda vasopressin gormoni ishlab chiqariladi. Bular vazifasiga to'xtalamiz. Somatotrop gormonining vazifasi odamning bo'yiga o'sishini ta'minlaydi. Ya'ni odam bilamizki 25 yoshgacha o'sadi. Ya'ni 25 yoshdan keyin odamning suyagi qatib o'sishdan to'xtaydi. Agar u 25 yoshgacha ko'p ishlab chiqarilsa, somatotrop gormoni ko'p ishlab chiqarilsa, gigantizm kasalligi, kam ishlab chiqarilsa, nanizm kasalligi yuzaga keladi. Agar 25 yoshdan keyin ham somatotrop gormoni ishlab chiqarilishini to'xtamasa, suyaklar qatib bo'lgandan so'ng somatotrop o'z tog'aylariga bosim ko'rsatadi. Ya'ni tog'aylariga kiradi, quloq, burunlarning ishishi, ya'ni akromegaliya kasalligi, quloq, burunlar, lablar ishib ketishi yuzaga keladi. Keyingisi adenokartikotrop buyrak usti bezi faoliyatini boshqaradi. Buyrak usti bezi faoliyatini boshqaradi. Gonadotrop jinsiy bezlar faoliyatini kuchaytiradi. E'tibor beramiz, boshqaradi emas, susaytiradi va kuchaytiradi. Teotrop gormoni esa qalqonsimon bez faoliyatini boshqaradi. Keyingisi tiroksin gormoni, laktotrop gormoni sut bezlar faoliyatini boshqaradi. Ayollarda sut bezlar. Lyutelovchi gormon esa tug'ruq jarayonini osonlashtirish vazifasini bajaradi. Keyingisi intermedin gormoni. Teri pigmentatsiyasida qatnashadi. Ya'ni
interminiy gormon oshib ketsa, odamda teri pigmentatsiyasi kuchayib ketish natijasida oftob natijasida odamda qorayib ketish yuzaga keladi. Kuyib ketadi ya'ni. Agar u kam ishlab chiqarilsa, odamning interminiy gormoni yetishmasa, terini yetarlicha himoya qilib olmay, oftob tushganda terilari qizarib ketish yuzaga keladi, qizarib ketib qoladi. Keyingisi oksitoksin hamda vazopressin. Oksitoksin gormoni tug'ruq jarayonida ayollarda bachadon muskullarini qisqarishiga yordam beradi hamda tug'ruq jarayonini osonlashtirish vazifasini bajaradi. Vazopressin gormoni esa birlamchidini, ikkilamchidini ajratish, ya'ni vazopressiya reabsorsiya jarayonida qatnashadi. Ya'ni birlamchididan ikkilamchidini ajratib oladi. Xo'p, keyingisi epifiz bezi o'rta miyada joylashgan bo'lib, og'irligi 0,02 gram keladi. Undan ajraladigan gormon melatonin gormoni ajratib chiqadi. Melatonin gormonining vazifasi interminiy gormonga o'xshab teri pigmentatsiyasida qatnashadi hamda gonadotrop, ya'ni jinsiy bezlar faoliyatini kuchaytiradigan gormonga teskari ishlaydi. Ya'ni gonadotrop jinsiy bezlar faoliyatini kuchaytirib turgan vaqtda interminiy gormoni unga qarshi ishlab normada ushlab turadi. Melatonin gormoni normada ushlab turadi. Keyingisi arismon bez ko'krak qafasining to'st suyagining orqa yuzasida joylashgan bo'lib, 25 yoshli odamlarda 25-30 grammni tashkil etadi. Bu kattalashgan sari kichrayib yog' to'qimasiga, ya'ni rudimen organga aylanib ketadi. Bundan timuzin gormoni ishlab chiqariladi. Timuzin gormonining vazifasi erta balog'atga yetish, ya'ni jinsiy bezlarga qarshi ishlaydi. Jinsiy bezlar ishini susaytirib turadi. Ya'ni erta balog'atga yetish, ya'ni 9 yoshli, 10 yoshli bolalarda soqol chiqetishi, soqol mo'ylovlar chiqetishini oldini oladi. Ya'ni timuzin gormoni yetishmasa, 9-10 yoshli bolalarda ham soqol mo'ylovlar chiqib ketishi yuzaga keladi. Keyingisi buyrak usti bezi. Hop, qorin yuzasida joylashgan, og'irligi 10-20 grammni tashkil etadi. U ikki qismdan iborat. Mana bu buyrak, ikkita buyrak bo'ladi, ikkalasi ham joylashgan bo'ladi. Og'irligi 10-20 gramm tashkil etadi. Bir donasining og'irligi. U ikki qismdan iborat, ya'ni post qavati hamda mag'iz qismidan iborat. Postidan mineralokortikoid hamda glukokortikoid gormonlar ishlab chiqariladi. Mag'iz qismidan esa androgen hamda estrogen gormonini ishlab chiqariladi. Ya'ni bu jinsiy bezlar faoliyatini boshqaradi. Mineralokortikoidning vazifasi odamda organizmda mineral tuzlar faoliyatini boshqaradi. Glukokortikoid esa glukoz, ya'ni shakar miqdorini boshqaradi. Keyingisi oshqozon osti bezi. Oshqozonning pastki qismida joylashgan bo'lib, u 3 qismdan iborat. Bosh, tana, dum qismidan iborat. Bosh qismidan gastrin gormoni. Gastrin gormoni ishlab chiqariladi. Tana qismidan esa interminiy gormoni hamda glukogen ishlab chiqariladi. Ostqisidan esa dumidan esa fermentlar, ya'ni buni tarkibida kiradi lipaza, amilaza, pepsin hamda tripsin fermentlari bo'ladi. Xo'sh, interminiy gormonining oshqozon osti bezining asosiy vazifalaridan biri bu qandli diabet, ya'ni odamda qand miqdorini normada ushlab turadi. Ya'ni insulin gormoni. Ya'ni odam misol uchun bir kunda 5 mol shakar edi va odamga kuniga bir 2 mol yetarli deb oladigan bo'lsak, u oshiqchasini arish organlari orqali tashqariga chiqarib bo'lmaydi. Insulin gormoni qonga borib turib, u yerda glukogendan kapsullar jigarga boradi. Ham ertasi kuni biz shakar yemaganimiz natijasida organizmimizga glukoz, ya'ni shakar kerak bo'ladi. Bu yerda insulin gormoni borib, glukogenni glukogonga aylantirib, qonga yana shakarni chiqarib yuboradi. Gastrin gormoni qon tomirlari orqali oshqozonga quyiladi va oshqozonda miyatning qismi harakatini boshqarib, oshqozonda ovqatni tezroq hazm bo'lishiga yordam beradi. Jinsiy bezlar erkaklarga hamda ayollarda ajraladi. Erkaklarda testosteron, ayollarda esa androgen gormon ishlab chiqariladi.
Keyingisi qalqon oldi bezi, qalqon oldi bezi, qalqonsimon bezning oldingi hamda yon tomonlarida bo'ladi. Uning og'irligi 100-250 milligrammni tashkil etadi. Undan ishlab chiqariladigan gormoni parad gormoni ishlab chiqariladi. Parad gormonining vazifasi muskulyar ishini boshqaradi. Ya'ni u parad gormonini oshib ketishi natijasida odamlarda muskulyar betartib harakatlanish, ya'ni tutqanoq yoki tetaniya kasalligi yuzaga keladi. Bugungi mavzuimiz shu.